Cobalt hamda Nexia 3 minadigan akalarimiz diqqatiga. Sizlarni minib yurgan har ikkala avtomobilda ham radno detallari DTP bo'lgan holatingizda nechtaga to'g'ri keladi? Kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Cobalt kapot $680. Oldi chap tarafdagi eshik $280. Radno detal o'ng tarafdagi eshigi $230. Orqa yon eshiklarining tan narxi $220. Ikkalasi bir xil narxda. Mabodo siz Cobaltning orqasiga yetib oladigan bo'lsangiz, bagaj narxi radno detal $380. O'ng kirila $250. Chap kirila $350. Butun boshli rama $700. Endigi navbat Nexia 3 ga. Nexia 3 oldi kapoti $370. O'ng tarafdagi mana shu eshigi $250. 2025-yilda ishlab chiqarilgan mana shu chap tarafdagi eshigi $280. Orqa yon eshiklari har biri $220 dan. Ikkalasini oladigan bo'lsangiz $440. Bagaj qismi $270. Krilasi har ikkala tarafi $240 dan. Nexia 3 polni rama $1150. O'rtoqlar, zibor holatdagi Cobalt $3100. Nexia 3 bo'lsa $2950. Xohlagan rangingizdan bor. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi kontaktlarga aloqa chiqing, videoga like bosib, mana shu mashinalarni minadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.